translyatsiya masalasida o'sha translyatsiya qiladigan telekanallar bilan aloqa bor sizlarda. Qaysi o'yinni qayerda kim olib boradi, o'sha olib ko'rsatadi va hokazo. Yangiliklar qilish yo'q, masalan, men ham xohlardim Rio Ferdinand yoki Karagirga o'xshab maydon chetiga tushib olib. Bobur aka, shu savol bor, men o'zimni ham ko'p o'ylantiradi. Bu savol ko'proq broadcastga, ya'ni bizning o'yinlarni ko'rsatadigan translyatorga berish kerak edi bu savol. Biz misol uchun o'tgan yil gaplashgandik, har o'yindan oldin xuddi siz aytgandek maydon chetida bitta burchakda bizning flash bannerlarimiz bor. Shunchaki turadi yil davomida, ishlatilmaydi, lekin biz qilamiz uni, har yil nimadir reja qilib, o'sha yerda tumbalarni ham qilib berganmiz. Tegida o'sha gaplash uchun bor. Bemalol ikkita ekspertni chaqirib, sobiq futbolchini efir ularniki. Biz efirga aralasha olmaymiz. Qaysi ekspertni chaqiradi, kimni chaqiradi. Biz hammasini qilib berganmiz, pajalosta, faqat uni qilish kerak xolos. Biz shuni ham agar biz qiladigan bo'lsak, PFL qiladiganmiz, bizning o'zimiz studiyamiz bor. PFL studiya bor. PFL studiyamizda operatorlarimiz bor, o'zimizning mini PTSimiz bor. O'zimiz ham qilsak bo'ladi u narsani. Endi g'alati bo'ladi-da. Misol uchun kimdir kelib yoki kimdir kelib bu ham marketing. Yo'q, broadcaster qilmayotgani uchun balki tashabbus sizlardan chiqar. Chiqish kerak. Endi payti keldi deb o'ylayman shaxsan. Chunki hozir olib berayotgan broadcaster umuman men nimadir tashabbus chiqishiga ishonmayman bu masalada. Bobur bitta narsa bo'lgan hozir gapingizni bo'ldim. Xodimlar yetishmas, bilmadim. Men ularni nima masalalar bo'lgan. Masalan, Pro Liganing zo'r o'yinlarida, o'tish o'yinlarida, mavsumning eng muhim o'yinlarida ularda bor. Xayrulla akam borganini eslayman, Davron borganini eslayman. Orif boradi. O'sha o'rtada turib gaplashgan o'yindan oldin. Hech yo'g'i markaziy o'yinlarda qilish kerak hozir ham, deb o'ylayman. Va bularning orasiga sobiq futbolchilar qo'shilsa zo'r chiqadi. Misol uchun o'sha o'yinga aloqasi yo'q murabbiylar masalan, aynan shuni aytayotgandim-da. Shahlovchilar o'z yo'liga, ular turib olib o'z gapga to'g'ilgan ular. Bobur aka, bizda ham sobiq futbolchilar bor, ko'pi gapirmaydi, ham ekranga, televideniyega gapirgisi kelmaydi, ko'pi bilmayman nimaga, lekin boshlash kerak. Kimnidir tortib boshlamasangiz, misol kimdir gapira olmaydi, kimdir sal nimadir eplolmasligini, hamma gapirish shart emas, o'shada topish kerak, buni yo'lga qo'yib olish kerak. Masalan, APLda ham 4 kishi gapiradi. O'sha 4 kishini ushlab olishgan. Shu 4 kishini topishimiz kerak hozir. Bir 20 kishini chaqirib, orasidan 4 kishi chiqadi-da, shunda. Baxtiyor Ashurmatov nomer 1. Bor yana shunaqalar bor. Qilish mumkin bo'lgan ishlardan biri. Bu savol men xohlayman ko'proq broadcastga qolgan savol. Bu mavzu ko'proq ko'tarilishi kerak. Bu tomoshabinlikni oshiradi. Televideniyada ham, stadionda ham odamlarning ko'proq kelishiga. Chunki bu futbol atrofidagi shoularda baribir o'sha tomoshani ko'proq qiziq qilib beradigan narsa. Jamol aka nimadir demoqchi edingiz? Bu narsalar bor, men endi televideniyada ishlagansiz. Yo'q, gap qayerda ishlaganligimda emas. Va subyektiv fikrim, ya'ni bozor talablarida bu. Bu narsa bo'ladi. Qachonki bozor shuni talab qilsa, hozircha boyib ketsak. Boyib ketsa. Masalan, birinchida o'sha broadcaster dedingizmi, nima dedingiz? Olib beruvchi xullas. O'zbekchasiga aytsak, translyatsiya huquqiga ega telekanal, ya'ni bizda hali u narsa qog'ozda, ya'ni raqobat orqali ular translyatsiyaga ega chiqmayapti-da. Ertaga raqobat orqali translyatsiyaga ega chiqsa, unga pul to'lash boshlashi hammasini qiladi. Mutaxassis ham topadi, kerak bo'lsa Odil Ahmedov qo'yib qo'yadi, kerak bo'lsa Mirjalol Qosimov qo'yib qo'yadi, boshqa. Hozircha bu hali u darajaga chiqqan. Shuning uchun bu narsalar raqobat bor joyda albatta mahsulotingiz sifatini oshirishga harakat qilasiz. Yangilik qilasiz, ko'proq sotishga harakat qilasiz. Raqobat yo'q joyda hech qachon bu qilsangiz, bitta o'yinga qilasiz, ikkita o'yin qilasiz, uchinchi o'yinda keyin kimnidir vaqti bo'lmaydi, nimadir imkoniyat, bir sabab topiladi. Keyin unga gonorar ham to'lash kerak edi. Qolib ketadi-da. O'shaning uchun bu raqobat paydo bo'lsa, mana endi hozir telekanallar ham ko'payapti, boshqa qilyapti. Avvalambor hozircha bizning futbolimiz bozorga girmas. Ya'ni bizning futbolni orqasidan daromad topib bo'lmaydi. Xaridor girmasdi. Ya'ni daromad topib bo'lmaydi. Ya'ni rentabillik yo'q. Rentabillik bo'lsa, bular hammasi ishoning siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'zidan o'zi bo'lib ketadi. O'zidan bo'ladi. O'sha endi avvalgidan yaxshi, Xudoga shukr. Bu faqat futbolga bog'liq emas-da. Ya'ni umumiy mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlariga bog'liq. Ya'ni odamlarning yashash tarziga va ularning suygan narsasiga pul sarflashigacha muhimda. Endi o'sha xarid qobiliyati. Mana hozir telekanallar
pulli qilib qo'ydi deylik translyatsiyani. Kim sotib Ishoning, oladi? Ha, hech kim ko'rmay qo'ya qoladi. Hech kim ko'rmaydi. Masalan, Turkiyada men aniq bilaman, Turkiya Superligasi juda qimmat. Ya'ni siz abonent to'lashingiz kerak. 1 yillik chempionatni oddiy televizoringizda ko'rishingiz uchun chempion anaqadan ko'proq pul sarflab ko'rishingiz kerak. Ya'ni bizda yo'q. Bizda shundoq qiling, hozir aytaylik MTRKmi, qaysi telekanaldir Superligani sotib olib turib pulli qilib qo'ysa, mayli oyiga aytaylik 100 mingdir arzimagan, endi 100 ming arzimagan pul emas, katta pul 50 mingdir, 10 ming desa men ishonaman, o'shani ham ko'p odam sotib olmaydi-da. Chunki bir necha bor buni sinovdan o'tkazib ko'rdik. Bir necha hamkasblarimiz har xil proyektlar qilib ko'rdi. Pullik bir oy yashadi, 2 oy yashadi, kutgan narsasi bo'lmadi. Hammasi yig'ishtirdi oxirida. Mana hozir ba'zi masalan qarang, Setanta hozir pulli qilib qo'ygan Apelni. Qancha odam ko'ryapti Apelni? Bilmasam. Eng past. Yo'q-e? Eng past. O'zbekistondami? O'zbekistonda Apel eng past ko'rsatishdi. Bo'lmasa dunyo bo'yicha birinchi o'rin. To'g'ri? 15 ming so'm turadi bor yo'q. Ha, o'shanga ham qilmayapti. 15 ming so'm bir oyga. Hamma o'yinni ko'rishga. Toshkent atrofida qanaqadir qanchadir odam ko'ryapti. Lekin siz viloyatlarga chiqib, ayniqsa katta aholining katta qismi qishloqlarda yashaydi. Chiqib boring, birinchidan uning uchun uyingizga internet olib kelishingiz kerak. Boshqa sabablar ko'p. Internet shart emas. Nimaga shart emas? Menda ham Setanta bor. 15 ming so'm qo'shimcha to'laganda haligi kanallar ochiladi. To'lamasangiz ochilmaydi. O'sha kanallar internet orqali ko'rsatadimi? Yo'q, televizor orqali. Televizoringiz internet orqali ko'rsatadi. Uz Digital TV bor-ku. Shu internet orqali bo'lyaptimi? Tomga antena qo'yib qo'ying. Antena. Qisqasi baribir raqamli televideniyada endi bu. Hali unaqa bizda hali yo'q. Ya'ni odamlar, men bir boshqa bir podkastda gapirdim. Bir davrlar bo'ldi. Bizda hamma mana o'z ommaviy qarasangiz bizda O'zbekistonda qaysi nima yaxshi ketayotgan bo'lsa, alda olmaysizda. Qaysi biznes yaxshi ketayotgan bo'lsa, unda ko'payib ketadi. Bir davr bo'ldi, hamma to'yxona ochdi. Puldorlar hammasi to'yxona ochdi. Hamma yoq to'yxona bo'lib ketdi. Chunki o'sha davr shunga bog'liq edi. Yo oshxona bo'lib ketdi, boshqa qildi. Ba'zi bir ahli ilmlarimiz o'shanda gapirib chiqdi. Nima o'zbek faqat ovqat yeyishga yaralganmi? Kim maktab ochadi? Mana Xudoga shukr, shu bugungi kunlarda hozir o'sha to'yxonalar ko'p yopilib, o'rniga maktablar, xususiy maktablar yoki qanaqadir repetitorlik kurslari, boshqa kurslari. Ya'ni biz millat sifatida ovqatdan endi ilmga o'tyapmiz. Men o'ylayman, Xudo xohlasa shu rivojlanish tempida ketsak, bir kun futbolga ham, san'atga ham, madaniyatga ham, ya'ni odam avvalambor birinchi qornini o'ylaydi, keyin usti boshini o'ylaydi, keyin farzandini o'ylaydi, ya'ni oilasining anaqasini o'ylaydi. Hozir mana Xudoga shukr, qishloqqa borasizmi, odamlar bolalarni repetitorda o'qitgan, boshqa qilgan, til o'rgatgan, boshqa qilganda, bu 90-yil, 2000-yillar boshida ko'rilmagan holat. Endi farzandlarga pul beryapti, o'qityapti, hamma. Navbat keladi unga. Ya'ni avval qorin, usti bosh, avval qorin, usti bosh, undan keyin ilm bo'lyapti, ya'ni farzandlarga keyin ko'ngil ochadi. Futbol endi biz xohlaymizmi, yo'qmi, ro'yxatning ancha nariroqda-da. O'zi ko'ngil ochish, o'ziga to'q odamga mos-da. Xuddi shu futbolga, teatrga, boshqasiga keyin keladi. Muhimroqlari avval bo'lishi kerak. Masalan, o'sha futbol rivojlangan davlatlarda ham xuddi shu bo'lgan. O'shalar ham agar qorni muammoli bo'lsa, APL hech qachon Angliyada odamlarda yashash tarzida qorni birinchi o'ringa chiqsa, ya'ni qorni to'yg'az. APL qizig'i yo'q. APL qizig'i yo'q, hech kimga qizig'i yo'q, to'g'risi. Shunaqa. Boshqa anaqa ham deydi. Shuning uchun hozircha bizda futbolga sarflagan pulingiz qaytib kelmaydi. Shuning uchun uni ko'rpaga qarab sarflaysiz-da. U bilan shug'ullanadigan televideniya ham, homiylar ham, boshqalar ham shunga qarab sarflaydi, shunga qarab, ya'ni dasturxonga qo'yib.